Bugun bitta komment meni video qilishga majbur qildi. Kuzatuvchimizdan shunaqa komment kelibdi. Faqatgina ko'chirishni o'rgatasizmi? Ko'chirib dizayner bo'lib bo'lmaydi deb yozibdilar. Kelinglar shu kommentga professional nuqtai nazardan javob beraman. Ha, to'g'ri. Faqatgina ko'chirib ishlab dizayner bo'lish mumkin emas. Lekin har bitta kasbni o'zini o'rganish bosqichi bo'ladi. Fashion dizaynda ham xuddi shunaqa. Hech kim dizaynerlikni o'rganish uchun kelib, birinchi kundanoq original kolleksiya yarata olmaydi. Buni umuman iloji yo'q. Birinchi navbatda figurani o'rganadi, proporsiyani o'rganadi, odam anatomiyasini o'rganadi, matolarni o'rganadi, mato nimaligini o'rganadi, skladkalarni o'rganadi, soyalarni o'rganadi, umuman olganda texnikani o'rganadi. Keyin sekin-sekin bilimlarini oshirgandan keyingina kolleksiya tushunchasiga ega bo'ladi, tushunchasi hosil bo'ladi. Undan keyingina ozgina o'zini uslubini topadi shu yo'nalishda. Ko'chirish bu maqsad emas, ko'chirish bu o'rganish bosqichi. Hamma narsa ketma-ket bosqichma-bosqich bo'lishi kerak. Mani kursimning ham maqsadi tayyor modellarni, tayyor kiyimlarni ko'chirish emas, ko'chirishni o'rgatish emas. Maqsad shu bosqichdan o'tib, o'zini uslubiga ega bo'lgan mutaxassisni tayyorlash. Shuni unutmang, poydevorsiz bino qurib bo'lmaydi. Dizaynda ham birinchi navbatda asoslarni to'g'ri o'rganish kerak. Undan keyingina haqiqiy ijod jarayoni boshlanadi.